Necha xil saydil bitib chiqadigan sovuq say tayyorlash usulligimiz nihoyatda beqilib o'rganaysiz ketdik. Asosliq materiallardan jinjingo, xuason mig'izi, pintoza, sabza, qarmur tayyorlaymiz. Palakni videoda ko'rishganda to'g'ri tayyorlasak bo'ladi. Qozon suyisi olgandan keyin yarim qoshiq tuz, yarim qoshiq may qo'shitimiz, palakni silib bir qatim qaynatib tayyorlasak bo'ladi. Kashf bozorlarda necha xil sovuq saylan chiqarib satsam bo'ldi desangiz bizlar aloqalasin bo'ladi. Ayrimxonada telefon nomeringizni qoldirib qo'ysin bo'ladi. Qozon qarmur, jinjingon sevetimiz. Pintozlan sevetimiz. Tayyorlagan sabzini solamiz. Bir qatim qaynatib tayyorlasak bo'ladi. Mushu filmni ko'rib o'rganadigan bo'lsangiz birini yo'llab qo'ying, o'rganmagan bo'lsangiz 2 kun yo'llab qo'ying. Materiallarni suzib ep bo'lgandan keyin yo'g'ira qachimizga qo'yib olamiz. Kaynatan samsaqni video ko'rishganda ushaq chanab tayyorlaymiz. O'zimizdagi ochiq yalshi qarta, shamijon ushaq qilib to'g'rab tayyorlasak bo'ladi. To'g'rab bo'lgandan keyin mayni qizitib to'piga uritamiz. Tetig'idek ochiq suv biritamiz. Az miqdorda xaviyo biritamiz. Tuzni yarim qoshiq, jejonni bir qoshiq, shakardan bir qoshiq birimiz. Mushlarni tash aralashtirib, tayyorlagan saydan tubiga qo'shitgandan keyin o'zimizdagi yoqtirishga asosan xuason mig'izni silib istemoqsak bo'ldi. Mushu filmni ko'rib o'rganadigan bo'lsangiz saqlalang, qo'shiling, rahmat.